Hammaga assalomu alaykum. Hozir yangi Andijonga keldim. Samolyotlar ko'rib qoldim. Men juda qiziqaman. Bir ko'ringlarchi. Bu yerda hozir ikki xil samolyotni ko'rdim. Oldinlari bronirованный mana. Kim biladi bu qaysi samolyot? Balki o'q teganmi, tosh teganmi? Korpuslari alyumindan. Yengil bo'lish uchun alyumin qilinadi. Bronirованный aynaklari mana. Mashinalar nima deydi? Kim biladi? Topinglarchi kommentariyaga yozamiz. Ularda illyuminator deydi. Shular mana kichkina aynalarda, bilsanglar kemalarda ham bo'lardi. Illyuminator deyiladi. Bu ikkita turbinali. Oldi ko'rinishi An-22 bilan bir xil. An-12 bilan An-22 ni ko'rganlar deyarli ajrata olmaydi. Mana oldi qismi bir xil deyarli, uzun, katta. Lekin mana u turbovinte dvigateli uniki ikkita bo'ladi. An-22 niki to'rtta bo'ladi. Ular 1950-yil, 1960-yillari chiqqan bular. Ular o'zi asli harbiy va desant yuk tashish samolyotlari bular. Ular harbiylar. An-22. Ularda amerikanskiy samolyot bor, shunga o'xshash bir xil, shular bilan kopiya qilingan. S-130 bor amerikanskiy. Eski S-130. Mana An-22 ga ham kelyapmiz. An-22. Bunda mana shu farqi, mashinasi to'rtta bo'ladi jami. Bu yoqda ikkita, bu yoqda ikkita. Bu An-22. To'rtta katta vintli dvigatel hisoblanadi. Bu eng kuchli va eng katta yuk tashish uchun mo'ljallangan bular. Oldi qismi dumaloq va keng kabinali deyiladi bular. Mana ular juda og'ir yuk tashish uchun hisoblanadi. Hozir mana ikkitadan to'rtta turgan bo'lsa, nari tarafida ham bor buni. Mana bu tarafida ham bor, mana bu tarafda qo'yilmabdi, sabab hozir ishlanmayapti. 8 ta bo'ladi. Mana shu bir tarafini o'zida 8 ta qildirib bo'ladi. Narada 8 ta, 16 ta. Bu samolyot tarixdagi eng katta turbovintlik transport samolyotlaridan biri hisoblanadi. Kattaligini ko'ryapsizlarmi? O'ta juda katta. Juda katta bu. Ko'p qismlari endi eski bular. 1950-60-yillarda samolyotlari bular. Ko'p qismlari tushib qolgan mana. Mana unimiz An-22, mana. Turbovinte bittadan turadi bir tarafda, ya'ni jami ikkita. Ularda to'rtta. Endi shu o'z davrini, o'z zamonasini kuchli samolyotlar hisoblanadi.